Sezyapsizmi? Уже PUBG'ni qizig'i qolmadi. Chunki deyarli hamma old narsalarni qaytardi. Oldingidek Skull, Pachinki, George Pool va sosnovkalarga odam tushmayapti. Va yangi kelayotgan o'yinchilar deyarli hammasi krisa bo'lib chiqyapti. Va oldingidek donatorlar yoki zo'r o'yinchilar PUBG'ni tashlashyapti. Do'stim, endi bizga ham PUBG'ni tashlashimiz navbati kelganda, uju PUBG'ni endi yoshlarga qoldiramiz shekilli. Gitme bir yere, gidersen unutursun. Dilerim öyle olmaz. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez.